Ming afsus, odamlar agarda tishlari og'riydigan bo'lsa, tabiblarning eng kuchlilariga murojaat qilishadi. Agarda uy qurmoqchi bo'lsalar, ustalarning eng mutaxassisi va eng ishonchlisiga borishadi. Ammo din ishlarida esa duch kelgan odamdan fatvo olishaveradi. Bu yoqda ahli ilmlar, ishonchli bo'lgan va o'z ilmida mutaxassis bo'lgan rabboniy olimlar mana bu ishing harom, mana bu ishing ribo, mana bu ishing qimor deb tursa ham, ular halollab bergan, nafslariga to'g'ri keladigan fatvolarni berganlarni gaplariga ergashib ketaveradi. Xuddi insonlarning dinlarini qiymati arzon baholi bo'lib qolgandek. Hasan al-Basri rahimahulloh deganlarki, inna hadal amru ladinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Albatta mana bu ish va tahqiq dindir. Bas dininglarni qayerdan olayotganinglarga qarab qo'yinglar. Biz dinimizni, sog'lig'imizni ishonib tabibning qo'liga topshirgandek, rabboniy ishonchli ulamolarga ishonib topshiryapmizmi yoki duch kelgan insonga ishonib topshiraveryapmizmi? Allohul musta'an.